Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. Kalipten Kalipke namlıq programımızın ikinci sahne görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Aziz halkım, bütün dünyadaki kadirlik körülmelerimiz bu uluq mübarek Ramazan ayı haripsinden başlap, yani tünü günden başlap her günü iptadan burun bu program bilen huzurunladı bulduğallığımızı bildirip tünü gün başlayan bulduk. Bugün bana ikinci sahnemiz boğan bilen bu mübarek ayının tunci ruhsida turuptimiz iftardan burunqı bu saatlerde, bu uluq mübarek saatlerde turuptimiz. Rabbim Allah Subhanahu ve Teala bütün Ramazandaki barlıq əməllərimizni dergahida qabul qilishini tileyimiz elbette Allah'tan. Ve muşundaq uluq mübarek küllerde, saatlerde her günü dinimizdeki en muhim meselelerini muşundaq fikirleşken, söhbetleşken asasda özümüzden bu minutlarını teximi kıymetlik qilishqa tirish üçün oldurubdimiz. Bugünkü programımız, temimiz tünügün e'lon bergandek Kur'an ayı deb atalgan bu mübarek ayda, bu şu günün, şu ayının birinci günü de Kur'an kimlerge hidayet degan temada to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Bugünkü aziz mehmonimiz hammalar tanışık bo'lgan hurmatli ustoz, Sharq Turkiston Ulamolar birligi tadqiqot markazi mudiri Muhammad Yusuf Qarajim taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilyapti. Ekran aldı chiqib turayotgan numarimiz ve ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Deganimdek bugünkü temamiz mana bu mübarek ay Kur'an ayı deb atalgan, Kur'an nazil bo'lgan, Allah'ның rahmeti yığışqa başlagan mübarek ayda biz bu Kur'an'ın ki kimlerge hidayet bulduğanlığı, Kur'an'ı qandaq o'qishimiz, Kur'an'a qandaq amal qilishimiz kerakligi, bu Ramazanda her bir harfiga boshqa har qandaq vaqtdagidan hassilacha Allah onun en köpünü Allah'tan başka hiç kim bilmeydiğin derecede ecir hasanat, yaxşılıklar tükülüp duruyatkan bu minutlarda Kur'an'a qandaq amal qilib, qandaq o'qishimiz kerakligini bilish uchun huzurunlarda o'ltiribdimiz. Ustoz, bevosita programmamizga kirib ketsek, oldi bilan hatto men shuni deb qo'y, qadrli ko'ruvchilarimiz, yaqinda biz ustoz bilan yangi ustozningki 25 yillik hayotini sarf qilib Kur'an üstüde tadqiqot elib berib, albatta boshqa nurg'un kitoblarni xalqimizga sundi. Bir turkum ulamolar bilan istiqlolda hammalarga ma'lum bo'lgandek nihoyatda güzel bir program qildik. Şuna bugün Ramazan ayının birinci günü bu temaga en haqli kishi ustoz Muhammad Yusuf Qarajim bo'lsa kerak. Şuna bu Ramazanның birinci günüge Kur'an kimlerge hidayet degan temani ustoz bilan paranglashdi deb o'yladik. Ustoz, Kur'an degan qandaq kitob degan savoldan başlasak merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Aldı bilen bütün İslam ümmetinin ki şu uluq Ramazan ayını tebrikleymen. Allah Teala hemimizin tutkar rozusunu kabul kılsın. Hemimizin ibadetlerini öz dergahida kabul kılsın. Dualarımızı icabet kılsın. Kur'an-ı Kerim qanday kitap degan nayt muhim bir mavzu hamdi. Muşu to'g'ridimi, men bir kitap yazdım 2-3 yıl aldı da. Ulamolar birligi tarafından nashr qildik. Kur'an-ı Kerim qanday kitaptı. Endi bu Kur'an-ı Kerim bir dengiz hamdi. Kur'an-ı Kerim aldı bilen Allah Teala'nın sözü, bizning islom dinimizning birinchi derecelik dasturi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki möcüzesi, ta kıyametgacha o'zgarmaydigan bir möcüze Peygamberimizga bergan. Müslümanның hayat mizanı, Kur'an Müslümanның hayat mizanı. Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarga kirgan vaqtida Peygamber sallam hayatida butqa ibadet qilib boqmagan, shu qavmininki xurofotlarini ko'rib, nayt bizar bo'lib, tafakkur qilish uchun shu Hira g'ariga chiqib, aşağıda o'tirib tafakkur qiladi ekan. Şu kunlarning birida Cibril kelib Peygamber aleyhisselamga şu gelini bo'g'ab turib 3 qatim o'qu deb
Şunun bilan başlangan endi o bu kısını hemel bilimiz bilsek. Şu yani 610. Hicri eken Ramazan'ınki yak 610. miladiye Ramazan'ın 17. gün iken şununkin yani Kur'an-ı Kerim birinci asman birinci Levh-ül Mahfuz'dan birinci asmandaki Beyt-ül İzze'ge çürülgenken bırakla onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e 23 yıllık hayatında az nazil bolgan hamda. Birinci qatim o Beyt-ül İzze'ge çürülgenligi doğrusunda inna anzalnahu fi leyletil qadr degan sureyni biz o Kadir keçisida tushirdik deganda ulamalar inna anzalnahu fi leyletil mubaraka degan oyatni bor muborak kechida tushirdik deydi. Ulamalar shuni Lavhul Mahfuzdan Beytul Izziga birinchi qatim to'liq hammasi biroqla tushirilishi deydi. Ondan keyin shahr Ramazanallazi unzila fihil Qur'an hudal linnas ve beyinatun minel huda vel furqan deganda ya'ni o sanoqli ro'za tutgan kunlar shunda kunlarki Qur'on Kerim insonlarga yetakchi bo'lgan va hidoyat bo'lgan haql botilni ayirg'uvchi Qur'onning oyatlari nozil bo'lishga boshlagan kun deb Ramazonni shunda ta'riflaydi. Bu hamda Rasulullohga birinchi qatim shu tushishga boshlagan vaqtdan shu Ramazonning 17 kuni. Shundan keyin bu Qur'on Kerim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan zamonimizga qadar o'z peti shundoq keliglik hozirgacha bizning birinchi dasturimiz. Endi bizningki butun hayot mamotimiz shuningga bog'liq, baxt saodatimiz shuningga bog'liqda dunyoligimiz uchunmi, ya'ni Qur'on kerak, Qur'onning yo'l yo'riq ko'rsatmalari bilan ayda qilish kerak, oxiratligimiz uchunmi Qur'on kerak bizgacha. Masalan, Qur'on Kerimda va a'du lahum masata'tum min quwwah deydi. Masalan, dushmanlaringlarga taqobil tura olishinglar uchun kuch hozirlangdi deydi. Kuch masalan, bu kuch ya'ni ilm kuchi, iqtisod kuchi, askar kuchi, tashviqot kuchi, butun kuch sanalganning hammasi masalan dunyoligimiz uchun shu Qur'onni ching tutsak, dunyoligimiz uchun shunda foydali, oxiratligimiz uchun nurg'un oyat va'dalar bor. Masalan, Qur'onga eslib, Qur'onga amal qilganing oxiratda jannatga kiritganligi to'g'riliq. Qur'on bizning ashundoq bir hayatımızdaki bir en güçleri Kur'an-ı Kerim. Allah razı olsun. Ustadım da sizle Kur'an bilen diğerlerdek uzun yıllardan bir bu tercüme çıktı. Onun aldı da hatta yakında biz ötkenki programımızı mı değiştik. 10 tomluk o. Nayet kenarı bir tefsir çıkmak çamdı. Kur'an'a qaraydigan bolsak albatta en addi halkımız Kur'an'ın tercümesinden o'qib qilgan xalqimizmi ya'ni nihoyatda cho'nqur ilmi bo'lmagan kishimi bunda Qur'on qarshisi nurg'un ko'pligan yerda mana shu tafakkur qilish Qur'onga ham Alloh subhanahu taolo Qur'onni biz oson qildik deb tilga oldi. Bu yerdagi oson qilish Qur'on shuncha oson bo'lsa, tushunish bo'lsin, amal qilish bo'lsin. Nima uchun butun faqat xalqimizni ko'z tutmayapmiz? Butun islom dunyosida buningga amal qiladigan öz layıqıda bunun haqqını verib amal qilish jihatdan bo'lsin, o'qish jihatdan bo'lsin, buni qildiganlar nima uchun azamdi? Bu yerdagi oson qildik degani qaysini? Bu yerda oson qilgani shu o'qish uchun, yodlash uchun, tushunish uchun oson qildik. Endi amal qilish uchunmi agar shu iymonimiz kuchli bo'lsa, Qur'onga bog'lanish mas'uliyat tuyg'usi bilan bo'lib, ashunga sahobalarda hech bo'lmasa, hech bo'lmasa sahobalardan keyingi islomning parlaq davrlaridagi musulmonlarda bo'lsak, yana amal qilishmi o'ng'ay asli. Endi buningda Muhammad Iqbal, islom shoir Muhammad Iqbalning bir gapi, Qur'on bir kitobgina emas, bu balki bu insonning qalbiga kirsa, insonni o'zgartiradi. İnsan dünyani o'zgartirdi deglikda. Amaliyotda shunda degandek Qur'on Kerim shu Muhammad sallallohu alayhi vasallam nozil bo'lgan vaqtida bu arablar butun dunyo arablarning emas butun dunyo bir azg'unlikda ichida payg'ambar zamonida uzoqlashib qolgan bir azg'unlik dedi. Masalan arablarning iqtisodiyati namroq siyosiy jihatdan tarqoq va ijtimoiy jihatdan urushqoq, ya'ni bir-biridan bunday intiqom nimasi bilan yuradigan chiqib shunda bir qaloq bir millat ichamdi. Shunda bir qaloq millatga bu Qur'on Kerim kelib, ularning qalbiga haqiqiy kirdi bu. Qalbiga kirgan u insonlarni o'zgartdi. O'zgartgan ular dunyoni o'zgartdi. Buning hamma dunyo shohid, guvoh buning dunyoni o'zgartdi. 3 qit'ada hukm yurgizdi-da bo'lamdi. Endi bu yerdagi keyingi davrlarda islomningki parlaq davrlar o'tib ketgandan keyin biz Qur'on Kerimning lafzini o'qiyotgan
Qur'on Karimni yodlaydigan, lafzini o'qiydigan, mazavashda o'qiydigan, Ramazonda xatma o'qiydigan, bir Qur'on bikimlarning uyi kelganda o'qiydigan. Demak, bunda bir o'qiydigan bir malzemaga aylantirib oldik-da, bir saymandak bir qurolga aylantirib oldik. Uniki amaliyatiga, Qur'onningki buyruqlarga amal qilish nisbati intayin 0 darajaga tushib qolgandan keyin, shuni bir tarafdan iymonning ojizligi, bir tarafdan dunyo havoyi havasga masalan berilib ketganlik, Qur'onda yiroqlashib ketgandan keyin mushu zamonga kelib qoldik masalan. Hasan al-Bannoning bir gapi bor. Yoshlarga deydi, sizlar islom ummatini tirildiradigan bir ruh sizlar mushu Qur'on bilan islom ummatini tirildirsizlar degandamda. Amaliyotda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu ummatni tirildirgan shu Qur'on bilan tirildirgan hamda. Endi biz bu Muhammad G'azalining bir gapi bor masalan, Qur'on mashinada qap tavarruk qilish uchun emas, uyda qap elqi igiz esib qap bunda faxrlanish uchun emas, bir yerlarda o'qib bunda undan bir tavarruk qilish uchun emas, Qur'on amal qilish uchun nozil bo'ldi deb ulamolarimiz shunday ta'kidlab shunday turg'uliq. Lekin nimishqa deganda insonlar dindan yiroqlashib ketgandan keyin taqvolik degan mas'uliyat tuyg'usi bo'lmagandan keyin shu Qur'on Karimning 5tadagi alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin dedi. Bu kitobda shak yo'q. Bu mas'uliyatini his qilgan, Allohdan qo'rqadigan, Allohning oldida va o'zininki yashagan jamiyati, o'zininki atrofidagilarga qilishga tegishlik majburiyatini bilib, o'zining mas'uliyat tuyg'usini yashagan taqvodor kishilarga hidoyatdagilarda biz shuni Qur'on bizni to'g'ri ishga, shu dunyoligimiz uchun, oxiratligimiz uchun qilishga tegishlik to'g'ri ishga bizni yetaklayolmagan bo'lsa, Qur'ondagi gap emas, bizdagi o'zimizdagi ayibcha. Biz Hudal lil muttaqin deb muttaqin darajasiga yetamadik-da. Bu muttaqin deganda ulamolar nima deydi desa, Allohdan qo'rqib, Allohninki sizib bergan yo'l bilan menib, o'zining mas'uliyati bilan Allohga qarata, xalqqa qarata, mamlakatiga, davlatiga qarata, xalqiga qarata, diniga qarata, oilasiga qarata, jamiyatiga qarata, butun mas'uliyati bilan yashagan odamni mu'min deymiz ham. Nima? Muttaqi deymiz, taqvo deymiz. Shunda bo'lgan odamni yetaklaydi degandan biz yetaklanmay qoldik masalan shunda, ama o'zimizning foydali ishlarga yetaklanmay qoldik. Dunyoligimiz shundaqaligi nayt bechoralik, xarob boshqaning oqida qilib shunda qiliqli masalan, mush holi qiliq. Oxiratligimizning qandaligini biz uqmaymiz hamda uni. Endi nima uchun shundoq bo'ldi? Endi bu Qur'on yoki kuchini yo'qotdimi deyilsak, undoq emas. Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarni o'zgartgan Qur'onmi shu? Keyingi 3 asrga hokimiyat yurgizgan chaqda musulmonlarning beshini ustun qilib shunda aziz qilgan Qur'onmi shu? Qur'ondan bir harf o'zgarmaylik, lekin biz musulmonlar o'zgaraylik. Biz o'zimiz o'zgaraylik, e'tiqodimiz o'zgaraylik, Qur'onga bo'lgan bag'lanishimiz o'zgaraylik, ixlosimiz o'zgaraylik. Biz o'zgarib ketgandan shunga o ta'sir kuchini qilmadi. Masalan, endi bir doktor bir dorini buyurgan bo'lsa, o dora palon kasalga foyda qilgan bo'lsa, biz uni joyida, vaqtida, degan vaqtida yemasak bizga foyda qilmaydi u. Ammo o chaqda o dora o'zi foydasiz bo'lib qolmaydi. Abad foydali hamda shuning uchun yasagandikin. Lekin shu joyda ishlasa, shu joyda ishiltanmadik deb o'ylayman men shu anda. Shunga shunday ahvollarda qolib qoldik. Ya'ni demak, Qur'on Karimda Alloh taoloning bizga buyrug'ini kitobun anzalnahu ilayka liyadabbiru ayatihi va liyatazakkaru ulul albab deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunda bir kitobni sana nozil qildikki, buningki oyatlarini tafakkur qilish uchun ve aql egilarininki vaz nasihat elish uchun, aql egilarining vaz nasihat elib, bu shuni binasini ugunib, dunyolik oxiratlikni yaxshilash uchun degil, ma'lum uchun degil, hech qayerda bir o'qish uchun, tilovat qilib qo'yish uchun emas. Qur'on Karimning ulug'ligidan tilovat qilsamiz savob bo'ldi, lekin oxiratlik savob endi u. Lekin ma dunyoligimiz uchun o'zimizning yo'lni tepishimiz va to'g'ri ish qilib izzat kuch-quvvat, izzat hosil qilishimiz uchun Qur'onga amal qilish shart endi. Amal qilish shart, o'qib qo'yish emas endi. Hakikaten to'g'ri deyiladi, ama shu ba'zilarda bugun davrda shu nurg'unlagan islomdan yiroq qolgan bo'libmi ijtimoiy uchur vositalarga qarab boqsa, musulmonlarning keyinda qilishini, nurg'un jihatlarda oqida qilishini, hatto shu keyingi zamonlarda shu dinimizga yüklaydigan, shunga atıp qo'ydigan Arab dünyası misal keltirib turib, Turkiyada uchraymiz hamda.
acaba siz degandek yuqorida mesela bu Qur'on hiç o'zgarmadi, Allohning hidoyat nuri kitobi. Bir harf o'zgarmadi. Ama musulmonlar o'zining keyini kirib, bu halqa musulmonlar o'zining qilayotgan ayibini men nima ish qilyapman deb uni surishti qilishning o'rniga kitobni ayiblaydigan, Qur'onni, bu dinimizni gunohkor qilib ko'rsatib. Masalan, bir aql egasi doktorxonada tibbiy o'quvchilar, meditsina o'quvchilari bir doktor qo'yib yoki ikki doktor qo'yib doktorxonada kasalni o'zi maktabda o'qib chiqqandek şu o'qiganni ayaga ishiltib yaxshi davolamay, balki uni qasdlik bilan kasallarni o'ldirib olsa operatsiya jarayonida. Bu sen meditsina kitoblarini ayblayolmaysan-ki. Kitobni ayblamay, ijro qiluvchi. Ijro qiluvchi doktorni uni qonun sudga tortadi, uni ayblaydi, jazoga uchiradi, jazolaydi masalan. Hech qachon qo'yib meditsina kitobida, mushu meditsina maktabini bitirib chiqqanligi uchun tibbiy maktabni deb ya maktabni yoki uning kitobini, tibbiy kitoblarni ayblayolmaydi. Çünkü bu kanun yerip onu bunu kılıştı. Bir afsus ki Müslümanlarımız, nurgun bazı kişilerimiz bu kitapka, bu dinga atıp koyduğun günahını bu afsus ki müşkiller olur. Bu dinga bağlanışımız, kitapka bağlanışımız intayin aciz oğallıqdınca. Bu Kur'an'ın nazariyası, Kur'an'ın dini, mesela bu dünyada mı kuşluk bulursa, ahirette mi izzetlik bulursa, cennet girirse diyen vədisi, bu Marksizmçılarının ki, bunda boğmağan işini bunda boldu da xiyali emes bu. Əməliyyatda bu tecrübenin öteylik. Peygamberimiz zamanı tecrübenin öteylik. Onu abdan 16. əsrgece, 6. əsrdən 17. əsrdən dep qoyulub, 7. əsrdən 16. əsrgece tecrübenin öteylik. Onun için biz üzümüzün bu şanlıqının, üzümüzün ki Kur'an'ı taşlavatqanlığımız için, onun lafzıga əməl qılıb, üzünün ki məzmununa əməl qılmağanlığımız için bu halga düşüp qaldık mesela. Aşı çağdaki Kur'an özgerməklə. Endi bəzilərinin bunda bir itiqadı var. Avropada hele çirkevlardan qutulup, dinin hakimiyetinden qutulğandan keyin Avropa tərəqqi qildi, kuchluq oldu. Biz mayda qilsak oldu. Bu xarakter o'xshamaydi. Çünkü Avropada burun bu dinin ruhini chikatgan olar. Şunu olaylıqma bu ilmi tədqiqat, iktişafatlar mesela tabiat ilmiden bunda oturğu çıkan adamlarını bazını öldürüp bazını tehdit qilib turganda, aş çirkov beşini kütagil qoymagan. Onun əksisi bizning Qur'anımız birinci ayette o'qigan deb başlaganda o'qigan. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşu əsirge düşkən müşriklərдің içindən 10 balını savadını çıqırıb bersə, qoyab birimiz degan. Bu mu addi siyaset emas, bunda oylab baxsaqca bilimlik olsun, o'qisin deb, o'qishga mushunda ahamiyat bergan. Lekin Avropa aşu qarang'ulikqa tiqib qo'yganlik uchun Avropa çirkevlari poplarning gapini din deb qilib, ayda qilganlik uchun zaten o'zgarib ketgan din shu Qur'on Karimning hukmi shu, shu kitobda shu amaldan qolganligi shu, Tavrat Injil amaldan qolganligi shu. Endi uni Qur'onga va bizning dinimizga herkes onu qiyas qilg'ili olmaydi. O başqa gap, bu başqa gap. Endi bizningki dinimiz haqiqatan insan şunu ola izzet tapıdığan, şunu ola terakki kıldığan din. Öz küzüm, yani öz nemi bilen biz şu kitaplarda öz küzümüzü kürüvatımız mesela şu burun dünyanın soğuqanlığını, şunda kuşluq boğanlığını, hatta bizning vatanimizga islom dini kirgandan keyin bu qarxallarninki kushlanib, aşı nimagicha, aşı Farg'ona vodiysigacha berib, keyin Xuddanni bo'ysundirib, mushunda kushlanganligini ba'zan nima deb jo'laydi. Islom kirgandan keyin biz ojizlashib qoldik. Islom kirgandan keyin ojizlashib qolmadik. Qarxallar kushlandi, keyin Saydiya xalqi chiqdi, kushlandi. Keyin bizning o'zimizning aliqa masjidlardan, xonaqoni afzal bilib, Allohga ibodat qilishni, avliyoga ibodat qilishni afzal bilib, o'zimiz boshqa bir dinni, tariqat dinni paydo qilib olganligimiz uchun biz o'zimizdan ko'rsak bo'ldi uni. Qachonki biz isloh qilinsak, yana shu din, yana bizni to'g'riliqqa boshlayotganga bizni kuchlantirishga tayyor. Qur'onni o'zgartgani yo'q, dinni o'zgartgani yo'q. Endi bu yerda musulmon bilan islomning farqini ayirish kerak. Musulmonning ahvoli hozir nachar. Hech qanday odam musulmonning ahvoliga qarab hozir iymon aytib islomga kiritgan odam intayin, ya'ni yo'q deyarlik. Burun aşı qarxallarniki aşı sutuq buğraqamı musulmonlarniki axloq Abu Nasr Samanilarning axloqidan ta'sirlanib iymon etgan shundami? Sharqi Osiyodagi insonlarmi, masalan Filippin, Tayland, Malayziyada ashulama Yamanlik tijoratchilarning durustligidan ta'sirlanib iymon etgan. Hozir biz dunyoning hamma yeriga taqiliq musulmonlar. Qayerda kazzoblik bo'lsa musulmonda bor, va'da tutmaslik bo'lsa musulmonda bor, butun nacharlik musulmonda bor. Endi buni islom buningdan pok. İslam bilen bunun hiç münasebeti yok. O Müslümanların eti Müslüman bulup kalgan, İslam bilen hiç münasebeti yok. İslam bunun pak. Her zaman eğer şu
İslamni qaysi millatda bo'lsa, islomni haqiqiy ching tutsa, u izzatli bo'ldi, kuchli bo'ldi, oxirigacha bu o'zgarmaydi. Hakikaten. Allah hidayet qilsin ishqamimizni. Endi shu Ramazon, Qur'on oyi bo'lgan Ramazonda turyapmiz, başladık. Bu Ramazon bilan Qur'onning munosabatini biraz bir ikki gaz bilan tushuntirsak ham. Qanday o'tish kerak bu Ramazon? Qur'on bilan munosabatimiz qanday bo'lishi kerak bu Ramazon? Qur'on Ramazon oyi xuddi ishlab boshladigandek, Ramazon oyi Qur'on oyi endi. Burungi olimlar ham Qur'on oyi deb atagandamdi. Nimishga Qur'on oyi deb ataydi desa, Qur'onning jiq o'qilganligi uchun. Birinchi Qur'on Kerim mush Ramazon oyida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lishga boshladi. Undan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu sahih hadislar deydi, her Ramazonda Cibril kelib nazil bo'lib bo'lgan shu oyatlarni bir qator o'qitdi ekan. Eng oxirgi umrida, eng vafot bo'lgan yili 2 qatim tekrarlandı ekan, tekrar 2 qatim o'qitdi ekan. Uningdan boshqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning boshqa vaqtdan bo'libmi shu Ramazonda Qur'onni jiq o'qiydiganligi, sahobalarning jiq o'qiydiganligi va ulamolar, mazhab olimlari deymiz, katta olimlar deymiz, shularning Ramazonda hamma ishni to'xtatib Qur'onni o'qish, tafakkur qilish. O'qish degan bizning o'qiganimizdagi xatmi o'qigan shar o'qib o'tish emas, hamda tafakkur qilish, shuningdan ta'sirot elish. Qur'onni o'qigandan keyin bu ta'sirot elish bak muhimda. Bu ta'sirot olmasang Qur'ondan adam o'zgarmaydi-da. Qanday ta'sirot oldi desa, masalan, o'z vaqtida mushriklar o'zininki odamlarni la tasma'u li hazal Qur'on valghaw fi la'allakum taghlibun deganda, sizlar bu Qur'onni anglab qolmanglar. Bu agar anglasanglar, uni ta'siridan sizlar mag'lublab qilishingiz mumkin. Buddistlikni ching tutishda mag'lublab qilib, uningga bo'shab ketishingiz mumkin. Anglamanglar deb nimishqa desa, ta'sirini bilganlik uchun. Umar ibn Xattobning iymon etishdan boshlab nurg'un sahobalarning qislarini bilmaydi. Qur'onni tinglab qolganlikdan o'sha ta'sirini iymon etganda hamda biz Qur'onni o'qigan vaqtida chuqur bizga ta'sir qilishi kerak. Bu ta'sirini elishimiz kerak. Tadabbur qilib ma'nosini bilish bilan birga Qur'ondan ta'sirlansak, Qur'on bizning dilimizni yumshtidi. Innamal mu'minuna allazina iza zikrallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatu zadatuhum iman etdi. Haqiqiy mu'minlar qanday kishi desa, Alloh taolaning ismi zikr qilinsa, ko'ngilda bir xil bir titrash, ya'ni bir qo'qish, ya'ni qo'qish degan bu da qo'qish emas, bir xil bir Alloh taolaga bo'lgan qattiq bir hurmat nima bo'ldi? Ayminish. Undan keyin Qur'on o'qilsa, Qur'on oyatlari o'qilsa, iymoni kuchlanadi deydi. Kuchlanadi degani aylaqa biz bunda hech nimani tushunmay vang o'qiversak iymonimiz kuchlanmaydi. Ma'nosini bilib, ta'sirot qilib, Robbim menga da'vat etdi. Bütün oyatlarni Robbim menga bunda da'vat etdi. Robbim menga xitob qilyapti deb o'qisak, shu ta'sirot olamizda. Shu ta'sirot olganda ta'sirot bilan iymonimizni kuchlantirgan gapdan. Bu masalan, suvga kelgan nimidek o'dakdaklar, nima yo'qmagandaklar chiqitgan gap shu. Quruq o'qib qo'ygan bilan esimi yo'q, ham bir savob bo'ldi endi rost. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan hamda Qur'onni 10 harf o'qisa, har bir harfga 10 dan savob bo'lsa, 10 harf o'qisa 30 savob bo'yicha savob yoziladi. Lekin odamga ta'sir qilish, odamni odam qilish, axloqli qilish mojihatda Qur'ondan ta'sirot elishimiz kerak-da. O'qiganimizdan ham. Bilish haqiqatan. Rabbim ish qilib bu tercüme Kur'an'la bilgen nurgun tefsirlerimi kengaytilgan şekilde halkımızga sunuldu inşallah. Her bir ayetlerini okuğa vaktimizde elbette onun lebzini okuş ayrım bir şeref elbette Müslümanlar. Onu okuşunu biliş. Çünkü nurgullar okuşunu bilmeydi Allah'a. Okuşunu bilmeydi Allah'a Rabbim. Okuşunu bu mübarek ay cereyanında mahallesideki okuşunu bildik Allah'ın halkımızdan. Meyli çoğun olsun. Onun yaş mı gerek emez ki normalde. Kançı kırıp ketken bolsa mı? Bu mübarek ayda müşahede halkımızın çağırı kılımız halkımızga. Muşu ay çıkıp gitip boğuçen ben Rabbimden kalamını bu sözlerini yüzüge qarab durup bir vasıta oqalaydigan bulay. Ve onun bilen birge bana bu sözlerde Rabbim nimi devatıdı. Günde namaz okuvatkan sözlerimde Rabbim bana nimilerini hitap kılıvatıdı deyip onun ma'nosini düşünüp o'qishga Rabbim nasib qilsin deb tilayman. Hamda ustadan shu nimaga shu Qur'on o'qishda nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan bir savolimiz bor. Qur'on o'qishda hamda buni birinchi
ibodat qilyapman Alloh taologa, Alloh taoloninki menga qilgan xitobini anglayapman degan e'tiqod bilan o'qiymiz hamda. Endi boy dedik qo'ylik, Qur'onning ma'nisini tushunib o'qisang, dunyo oxiratlik jiq foydasi bor. Agar ma'nisini faqat bilinmaymiz hamda, ma'nisini bilmaymiz, lafzini o'qiyman desang, lafzini o'qisang, yana har bir harfga 30 savob, yana savob. Ramazon degan savob deb ish hamda. Savob bo'lishda shak yo'q hamda uni. Ma'nisini bilmagan odam qanday o'qiydi desa, Alloh taolo menga gap qilyapti. Men tushunmasammi, Allohning so'zini men shu takrorlayapman. Alloh taolo menga savob berdi degan niyat bilan o'qiydi hamda. Xo'sh. Endi Qur'on o'qishdan burun shu yanfun, masalan, biqulangda yanfun, biqulangda Qur'on faqat o'qishga kirmaydi hamda o'cha. Yanfunni yiroq qap. Endi Qur'on o'qishni yana biri haliqa bo'sh vaqtni o'tkazish uchun emas, uni maxsus vaqt belgilab, seni mashg'ul qilmaydigan, vaqtingni olmaydigan, bir ishing chiqib qolmaydigan bir vaqtni belgilab, kunda shunday vaqtni belgilab bo'ldi. Shunday vaqtni belgilab, telefondan yiroq turib, televizordan yiroq turib, men Alloh taolo bilan bo'laman deb o'qisak, o chaqda uning foydasini jiq ko'ramiz hamda. Yana biri Qur'on o'qigan vaqtida bikim mudaq salom qilamdi, gap qilamdi, mushu ish qilib intayin muhim ish bo'lmasa, shu Qur'onni maqsad qilgan o'qib bo'lg'ichilik hech bo'lmasa shu o'qiyotgan oyatni tugatmagichilik hamda bu Qur'onning adabida hamda. Onundan boshqa mumkin qadar shu Qur'onningki ma'nosini bilib o'qish. Hozir masalan shu tafsirul muyassar hamda Qur'onning tarjimasidan biraz kengroq bir musulmonning hojatini chiqadigan tafsir tarafdan bir musulmonning hojatini chiqadigan tarjimadan tafsilroq ayda bo'ldi. Bu xalqimizga taqdim qilindi. Foydalansa, ma'nosini bilmadim deyishga hozir hech kimning o'zisi yo'qcha hozirgi zamonda. Hozirgi zaman mushu internet zamanında, mushu uchur zamanında men bilmedim, bilishga imkoniyatim yo'q, deyishga hech qanday o'zir yo'q. Faqat shu ko'ngil bilmaslik, Qur'onga bog'lanmaslik bor bizda. Shu bog'lansak bulutgan gap endi. Shunga Qur'onningki haqiqatan hurmatini qilib, men ibodat qilyapman, Alloh taoloninki so'zini anglayapman degan e'tiqod bilan alohida vaqtimizni chiqarib bo'sh vaqtni to'ldirish emas. Aşında çağda oyunda okuyumuz hem de Ramazan'da. Keçiler olsun, gündüz olsun, iş kılıp. O ibadetlerinin en katısı. Bulap mı Ramazan bilen şunda bir bağlanışlık ki bu Ramazan Kur'an eyi. Kur'an'dan başkası ma orunda turanmaydı o diyen gepte. Mesela bunun ulemalarını hatta müderrislerimi okutuşunu toxtutup Qur'on bilan bo'lamas, Qur'onni o'qish, Qur'onning ma'nosini tafakkur qilishni bilan bo'lamiz deb nurg'un ishni to'xtatib qolib Ramazonda ayda qildi ekan. Endi hayotlikning ishini to'xtatib bo'lmaydi. Inson firishta bo'lmagan ishlaydi. Lekin eng ko'p vaqtimizni, ehtimomimizni, aqlimizning ko'proq qismini shu Qur'onga bersak, bak bağlansak, Qur'onga bağlansak, şu Ramazan'ınki şarafeti bilen, şu Ramazan'ın şarafeti bilen Allah Teala bizni şu Qur'on bilen, Qur'on'ınki yetekleşige muvaffaq qilishi mumkin hamdi. Xo'sh. Albatta, shuni tilaymiz ustoz. Ammo shu yuqorida Payg'ambar alayhisolamning bir hadisini tilga olib o'tib ketdilar. Hatto lafzini o'qigan vaqtimizda har bir harfiga deb. Hatto shuni Payg'ambarimiz sahabeler hata düşünüp kalmasın deb. Mesela la aqulu alif lam mim. Yani o'ylab baqaylar qadrli ko'rmalarimiz. Mesela elhamdülillahi rabbil alamin degan mesela har kun sura Fatihani mesela namozlarimiz o'qiymiz hamda. O'sha elhamdu deb bo'g'icha Payg'ambar alayhisalom uch qilib alif lam mimni bu bir emas, balki alif ayrim savab, lam ayrim ve mim ayrim deb parça tushundirdi hamda. Qur'on o'qisang, Rabbim har bir harfiga. Mesela elhamdu deganda, mesela qarab baqaydi, 5 harf bor. 5 harf bor. 50 savob degan. Eng oz o'g'anda insonning har o'quvchining huzuriy qalb bilan, Allohni sig'inish bilan, muhabbat bilan farqli o'qiymiz hamda. Shu o'quvchining shu vaqtdagi ruhiy holatiga, iymoniy saviyasiga qarab turib, eng oz bo'lganda 50 sevap olsa, en az olganda 50 sevap Rabbim yani. O şu harfni o'qiganigina, uningdan boshqa yoqqa tafakkur qilib, Allohning ulug'ligini bilib, ma'nosini bilib qilganga yana ayrim savab. Albatta. Ba'zisiga balki 50 ming bo'lishi mumkin. Rabbim uning cheki yo'q-da, chekining yuqorisi yo'q. Eng tubiniga mesela elhamdu deb bo'g'icha qarab baqaylar. Bunchi vala
mukopotlarni, ajrlarni elib olish fursati her zaman, her vaqt bada hamda Qur'on uchun. Lekin bu Ramazan oyida qanchalik hassilab ajrlar ko'p bo'lgan bu minutlarda, bu oylarda haqiqatan bu minutlarning qadrini bilishimiz kerak. Hamda oxirida hamda hech Qur'on o'qishni bilmaydiganlar mesela abaygot chaqiriq qildik hamda. Bu oylarda nima qilish kerak? Qur'onni ko'p tinglash kerakmi yoki hamda o'qishga tirishib buni. Bular qanday bir tavsiya? Mani deyishdan burun shu Qur'on Karim to'g'risi yana şu dünyada hiç qanday bir dinda Qur'on Kerim'den başka hiç qanday bir kitapni o'qiganga savab va'da qilmaganda Tevrat, İncil, Zaburni o'qiganga savab bo'ldi degan, amal qilganga savab. Hatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarni o'qiganga savab bo'ldi deydigan va'da yo'q hech qanday. Amal qilganga savab bo'ldi. Ammo Qur'onni ma'nosini bilmasangmi, o'qib qo'ysangmi savab bo'ldi deganlikda. Bu deganlik endi Qur'on bu o'qish maqsad emas, amal qilish maqsad, shundaymi? Ulug'ligidan, sharafining kattaligidan bu shu kitobni sen ma'nosini bilmasangmi o'qisang savab bo'ldi degan hamda. Endi mana ikkinchi degan savolga kelsak, Qur'onni bilmaydigan odam o'rganish kerak-da. O o'rgangili bo'ldigan har qancha yeshing cho'ngib kelsin, o'rgangili bo'lgan masalan mening 5-yildan o'tgan bir nima? Men Qozog'istonda 95-yil Qozog'istonga borgan, 96-yilmiki shu maktabda men tuğsam bir momay 65 yaş kelgan bir momay Uyg'ur momayken Muhammed Yusuf deganni unutib qolib Yusuf Muhammed deb ketdi-da. Yusuf Muhammed degan kim deb shuninglar muallimlar Muhammed Yusuf mo desa ha deb degandan boshlab akirib chiqqan. Qilsam u ayol sen yerda bir namoz kitobini chiqarsa, binasini chiqaribsa, men Qur'on o'qishni bilmayman, men bu kitobni o'qishni bilmayman, o'gitib qo'ymamsa deb qattiqroq bunday bek samimiy bu yani adamlar tüp-tüz gap qildi alqimda. Balısını gap qildi. He, tüp-tüz gap qildi. O'qib qo'ymas deb ma'qulman o'gitib qo'ydib shu uyga berib o'gitib qo'ydam men. Uyga berib shu kitobni o'gitib qo'ydam. Qur'on savodini bir oyga qolmay har kashlikda berib shu 65 yoshlik ayolga Qur'on savodini chiqarib berdim-da. Qur'on savodini chiqarib qo'ygandan keyin bu ayol hozir Qur'onni aşı mükemmel okuytkan bulab ketdi. Okuytkan bulab, aşı mahalledeki hazır bir İslam bir davetçisi olaqlıq bu ayol. Reyhan, ismi Reyhan Hanım. Kazakistan'ın bir adam öldü. Kazakistan İsik diye yerde. Aşı etraftaki koşunlarını, tuqqanlarını kılıp, aynı toplap, aşı kişilerini... Yeni hayat mı? Hazır mı hayat ba? Hazır mı hayat ba? Mesela şu ayal hem de Kur'an okuştu bir ay qamay ügünüp oldu. Ügünüp bulab onundaki bir qanç parımı yadlaptı. Bana bazı sürünümü yadısını okup verdi. Aynen kıldı. Onundan başka yani nurgun aynı kişilerin anımızını anladık mı? 70-80 yaş kirip adamlar aynı Kur'an'ı okuşunu ügen ki. Hatta yadlıqallıqqa toğrusda mesela. Bu şu garip dünyasında mı 70-80 yaş kirgen adamların içinde İslam'ını kubul kılganlar. Kubul qilib, uzun qamay Qur'on o'qishni o'rganganligi to'g'risida aytdi. Internetda bor masalan, nurg'un qisqacha. Qilg'ilmayotgan ish emas-ku u. Biz faqat tug'ilishdan musulmon biz hamda iymon etmadik. Anda o'g'il Qur'ondan bek Qur'on o'qimagan odamni Qur'ondan yiroq emas. Qur'on Allohning kalomi, iymoni bor hamda. Anda o'g'ilning Allohning yordam tilab, mushu Ramazon shunday yaxshi bir fursatkan, bu Ramazon ibodat qilish ekan, Qur'on ekan, mushuni bir o'rganayman deb Allohga chin dilidan duo qilib, Allohning yordam tilab, bir tarafdan tirishib ayna qilsa, har qancha yeshi cho'ng odam bo'lsin-mi, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, Qur'on o'qishni o'rganadi deb o'ylayman. Har qanday bir musulmonning mushu Allohning kalomi bo'lgan, bizning hayot dasturimiz bo'lgan, mushu Qur'onni o'qishni o'rganishi kerak. Har qanday musulmondan talab qilingan oddiy bir talab bu. O'zingki hayot dasturini bilmasang qanday gap hamdi. O'rganish kerak hamdi. Uningga bir o'zur yo'q meningcha hamdi. O'rgansa, o'rganalaydi. Allohning yordam tilab qilib bütün vücudu bilan birilse ügünalaydı deb o'ylayman. Xo'sh. Allah razı olsun. Bir şeyde ahırlaştırsak. Qadrli ko'rmalarimiz hamda mushu ustoz mana aytdim mushim tekrar bir chaqiriq bo'ldi. Bugun Ramazondan keyin birinchi kundagi ro'zasini tutib turibdik. Mushundaq bir ulug' oyni agarda bilmaydiganlar bo'lsa, bildiganlar bo'lmasdan kecha kunduz bütün vaqtimizni chiqarib o'qiyli. Hatta bugungi nurg'un isil shundoq go'zal tilovat qilingan qarilarninki Qur'onlar bor dunyoning hamma yerida. Mayli ishqi bag'ish kerak bo'lsin, shundoq go'zal tilovatlar qalblarimizni titradigan bu tilovatlar bilan huzur olayli, tafakkur qilayli, nima deyotganligini izlanayli, qarayli Qur'onning oyatlarida Rabbim bizlarga nimalarni xitob qilayotganligini.
tekrar bir çağırık oldu. Bu mübarek ayını yani hiç okuşunu bilmeydiğanlarmı özümüzge bir vədi verip bir hayatımızda hazırgacha bulmagan yeni bir sahife içilgan buludu. En kıymetlik başka nafli ibadet kılıp toxtumay namaz okuğumuzdan mı artık ecir vada bununki. Ben Rabbimden muş ayçıq kitap okuyan ben boldu. Mahallemdeki hoşnam ya tunuşumda dünyanın her qandaq yer tapalayımız bilgen. Hiç ne tapamazsak internette mövgüsü Allah'ın tapalayımız derslerini. Tep ben muş bir ayın içinde ben Rabbimden kitabını bir vasıta içip qarab okuyalaydigan bir seviye kileydi vədi bereylibiz. Hayatımızda yeni bir sayfa açkan bulaydı. Oylab bakaylı Kur'an'ın möcüzesi bu möcüze kitap ekanligiga agar 2 minut tefekkür qilgan bo'lsak, o'tganki Kur'an söhbetini deyishdik. Dünyada hiçbir kitap yeryüzüde yani 600 bettin yukarı bir kitap ne? Bilgen oylab bakaylı milyonlagan qariler var. Baştan sür elhamdülillah başlasa sürün nasqıca bir tal harfini tushirib qo'ymay yada olgan qarilar var. Yeşi, çoğun, küçük baldın tutun. Qiyirg'anlargacha er ayol har xil millatdan har xil tilda so'zlaydigan ama bunun ma'nosini bir tal ma'nosini bilmay turibmi Qur'onning qancha mo'jiza kitob ekanligini tasavvur qilib boqaylik. Ma'nosini bilmay turib bir tal harfni tushirib qo'ymay nasqcha bishidan oxirigacha yada olalaydigan bir xil sihriy kuch ato qilib bu Qur'onga Alloh subhanahu taolo. Dünyada qaysi bir kitap Nobel mukofotiga erishgan kitap bo'lsa-mu, dunyoda bir inson bormi? Bir kitapın 600 betlik bir kitap ne? En bişiden başlayıp ahırgacha bir harfini tushirib qo'ymay yada ilingan bir kitap var mı öyle bakaydı. Bu Kur'an'dan qanchalik mo'jiza ekanligini. Hem bunun üstüne bir tal ma'nosini bilmasangiz texe. İçinde nima deyotganligini bir tal bilmay turib yada olalaydigan bir insonni ko'rsatalamsiz degan dunyoda. Hiçbir insan yok ki o'ylab baksa ben. Kur'an'dan qanchalik mo'jiza bir rahmat ekanligi, Allah subhanahu taoloning qanchalik bunu o'quvchiga qandaq kuchni ato qildiganligini bu mingimizni yaratgan zotning bu Qur'onni qalbimizga, mingimizga boshdan oxir bir tal chekitini tushirib qo'ymay naqsh qilib o'tadigan darajada bir ulug' bir kitobning qo'limizda eng güçlü bor musulmonlarimiz. Rabbim Allah subhanahu taolo bu ayning har bir kunlarini, akşam, keçelerini bu güzel tilavetler bilen ötküzüşki nasip olsun. Rahmet müşahit tüketken olsak. Qadirli görürmelerimiz Allah ömür verse ati keşte yine okşaş saatte görüşküce aman boğayslar icabetlik dualarında bizler için hem dua kılışını unutmayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء